Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, musofirda yurgan aka opa singillar, meni kuzatayotganlar. 5 kundan beri bizda ko'p yomg'ir bo'ldi. Hovlida ishlanmadik. Rossiyada yozda ham ko'p yomg'ir yog'adi. 5 kun oldin video syomka qilganimda mana qadama piyozimiz, igna piyoz. Endi chiqaman deb ko'rinish beruvdi. Mana o'sha katta bo'lib chiqib piyozligi bilinibdi-da. Mana bu sabzi. Mana sabzilarim katta bo'lib ko'rinib qopti. Mana bu qulupnay. Qulupnayimiz bugun o'tab, chopib ko'rsatamiz. Bundan piyoz. Qadama piyoz, kuzgi piyoz, kuzda ekkanmiz. Mana shunday bo'lib qopti. Yomg'ir ko'pligidan yashil bo'lib qopti. Mana bu kartoshkalar. Kartoshkalar hammasini bugun chopib ko'rsatamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozir bolalarimga tashqarida nima ish qilishini ko'rsatib keldim. Agoratda nima ish qilishlardi, kartoshkalar chopib, bugun ob-havo yaxshi ekan, uyda ishlarni qilinglar deb ko'rsatdim. Keyin so'radim, nima ovqat pishirib beray desam, dimlama qiling deydi. Shunga hozir dimlama tayyorlaymiz. Bu ovqatni xo'jayinim ham yaxshi ko'radi. Ko'pincha dimlama qil deydi. Shunga hozir dimlama tayyorlaymiz obedga. Mana bu go'sht. Bu go'shtni mana ko'rib turganlaringizdek perprava bilan tuz bilan aralashtirib oldim. Buni qovuramiz birinchi. Biraz qo'zg'amaymiz, qopqog'ini yopib qo'yamiz, keyin aralashtiramiz. Go'shtimiz pishguncha ochamiz, aralashtiramiz, yopamiz. Shunga davom ettiramiz. Pishmaguncha qovuramiz. Oldu. Çizmek aldım.
Uyda petrushka bor ekan, petrushka soldim mana. Hammasini aralashtirib qovuramiz. Tomat qo'shamiz. Men mana shunaqa filtrlardan ishlatdim. Videolarimga like bosib, obuna bo'lib qo'yingizlar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib. Keyingi videolarim sirasi ekranga keladi. Bemalol tomosha qilaverasizlar. Pishib qovurib bo'ldi. Endi buni sabzidan solamiz. Kartoshkalarni solamiz. Aralashtiramiz. Mana qaynab chiqdi. Kartoshka, sabzi, kapusta hammasi qaynadi. Tuzlarigacha hamma yog'ini solib qo'ydik. Olovini pasaytirib 1 soatga qozonni yopib qo'yamiz. O'zi pishadi. 1 soatdan keyin ovqat tayyor. Mana hozir men piyozni marinad qilaman. Ovqat bilan yeyishga ham bo'ladi. Shashlik bilan yesa ham bo'ladi. Bunga koreyska tuzdan solaman. O'zimizda oddiy tuzdan solaman. Keyin oksis solaman. Ovqatimni pishirib chiqsam, o'sha bolalarim mana kartoshkani chopib, qizlarim, o'g'lim mana bu qulupni chopishibdi. Biram chiroyli ko'rinib qoldi. Mana bular ham kartoshka. Hammasini o'zlari chopib jo'ya olgan. Bir marta ko'rsatib berdim. Qolganini o'zlari chopgan. Muzikalarni eshitib qipti mana. Men ham ichkarida
Ovqatim pishirib bo'lgunimcha ishlarni qilib bo'libdi mana. Malades. Allohga shukr. Musofir yurtda yaxshimi yomonmi? Uy joyim bor. Boshimda erim bor. Alloh suyib bergan 4 ta farzandim bor. Alhamdulillah shukr. Robbil alaminga mingdan ming shukr qilaman. Musofir yurtda bizcha bo'lganam bor, bizcha bo'lmaganam bor. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana shunday qilib, uy joy qilib, boriga qanoat qilib, shukr qilib yashayapmiz. Shukr. Bismillah. 1 soat o'tdi. Mana endi ovqatni taxamini ko'ramiz. Tuzi normalni. Mana go'shtlaridan, kartoshkalardan yeb ko'ramiz. Ovqatimiz pishibdi. Ovqatimiz, go'shi ham, kartoshkasi ham pishibdi. Mana endi suzamiz buni. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bizlar pishirgan dimlama pishgan, hamma yog'i tayyor. Yoqimli ishtaha. Mehmon kelganda ham bemalol pishirib qo'ysa bo'ladi. Eng yaxshi taom mana shu taom.